To'ylar boshlanib ketdi, eng muhimi. Gap ochig'i, juda ayniqsa san'atkorlarga bilindi to'y bo'lmagani. Sizlar to'y bo'lsa borib tomosha qilib kelasizlar-ku, bizlar tirikchilik qilamiz to'yda. Bilindi bizlarga voy. Bitta xalta kamda qildida opa. Yelkaga tashlab olib turib chiqishga ko'chaga. To'y bilan ekanda artist. Endi boyagida 1,5 ming kishilik to'ylarga urganib qolgan ekanmiz 30 kishiga. To'g'ri o'xshamaydi-da. Shunday bir hali bo'lib odam lekin urgandek majbur bo'lgan ekan, odam urganar ekan. Endi qisqartir deganiga, ayniqsa mahalla raislariga atdilni rahmat aytish kerak. Men qoyil qoldim, Urgutda bir to'yga bordim. Mahallaning raisi endi qisqartir deb topshiriq bo'lgan-ku. Ichkarida o'tirsak bir yigit keldi, yoshi 40lar atrofida. Bo'yniga fotoapparat ilib olgan. Keldi aytdi, akalarda to'yni boshlaymiz dedi. Mahalla raisiga so'z beriladi, u to'yda raisini tayinlaydi. Bo'ldi, tushunadi deb boshladik dedik. Chiqib qarab turibmiz, boyagi fotoapparatli yigitni o'zi chiqib mikrofonga "Assalomu alaykum o'rtoqlar. To'yni boshlash uchun so'z mahalla raisi Ne'mat akaga marhamat" dedi-yu. Nariqqa bordi deb fotoapparatini yechib, qaytib kelib "Assalomu alaykum" deb boshladi. O'zi ekan u. Gapirdi, bir 5 minut tartibda tushuntirdi. 5 minutdan keyin endi to'yda dedi, raisligida dedi, mahallamizdan hozir juda bir aktiv yigit chiqqan dedi, zo'r o'tkazyapti to'ylarni, Ne'matiga beramiz dedi-da-yu. Borib fotoapparatni bo'yniga olib, yana qaytib keldi, u ham o'zi ekan. Mana senga dedim, qisqartirish dedim. Qoyil qoldim nimalarni ko'rib. Mana shunaqangi voqealarni ko'rsa odam bahri dili ochilib xursand bo'ladi. Men karantin paytida uyda o'tirib bilasizmi nima? O'z umuman kerak ekan shunaqa bir narsa kerak ekan. O'zimizning uyga kvartira bo'lib qoldik, eslanglar akalar. Saharlab chiqib ketamiz, yarim kecha kirib kelamiz uyga. Uxlaymiz, yana saharlab chiqib ketamiz, xuddi bir narsadan quruq qoladigandek. Bir haftada bir kun bozor bo'ladi, eslaysizlarmi yoshligimizda? 7 kun bozor. Kunduz ham yetmayapti, oqshom ham bozor bo'layapti-da. Yarim kechasi to'ydan kelaversak, mol yetalab ketaveradi-da. Shuni kunduzi sotsalang bo'lmaydimi desam, kunduzga guruch bozor bo'ladi deydi. Qarang, shunchalik hammamiz ko'chaga chiqib ketgan ekanmiz, uyga qaytarib olib keldi. Kitob o'qidik, bola chaqani ko'rdik. Hali bir hazil paydo bo'ldi. Karantinda 5-kuni xotin bilan ham suhbat qilib qoldik. Zo'r ayol ekan xotinim deydi-ku. Shunga o'xshab? Ko'r. Men apandi latifalarni kashf qildim o'rtoqlar. Endi keyingi paytlarda e'tibor bersangiz, apandilar aytilmayapti. Ana shogirdlarga aytsak, shogirdlar nima qilyapti bular? Ruslarning Yevropani kulgusini shu tarjima qilib to'g'ridan-to'g'ri bosyapti-da. Endi ma'naviyat bo'yicha Yevropani hamisha bo'yi bizdan pastlik qilgan. Bizlardan tarqagan-ku, bilasizlar-ku. Shu pastlik qiladi, shu uchun bizlarni belimizdan pastga to'g'ri kelyapti, u yumurlar. Beldan tepaga ko'tarilmayapti. Shuning uchun ham xalqimiz o'rtasida kulgiga nisbatan sal e'tirozlar paydo bo'lib qoldi. Apandi aytsam kulgi, apandini Buxoroda so'raydi hozirgacha. Buxoroliklar bor-a? Buxoroda so'raydi apandini. Chunki buxoroliklar apandini bizniki deydi. Apandini qishlog'i bor Buxoroda, borsilaring ziyoratga borganda albatta Hallaba Havuz degan joyga haykali qo'yilgan apandini. Buxoroda bilmayman yashaganmi yo'qmi, lekin qishlog'i bor. Apandini o'qib kashf qildim o'rtoqlar. Rostdan eshitib ko'ringlar, mana sizlarga hozir aytib beraman shu eslab bitiklarni. Yarim kechasi apandini xotini uyg'otdi. "Dadasi, turing, atishlik bo'lsa, derazadan o'g'il tushdi. Borib qarang" desa, "O'zing borib qarasang bo'lmaydimi? Shunga meni uyg'otish shartmi?" Xotin aytdi, "Kallangiz joyidami dadasi? Men 2 qatman, qo'rqaman." Desa apandi, "2 qat bo'lib sen qo'rqqan, 1 qat bo'lib men qo'rqmaymanmi?" deymish. Kulgili-a? Apandi zarurat bilan yarim kechasi chiqsa, hovlining o'rtasida bir narsa maynab turgan emish-da. Yo'q qo'dradan qo'rqib kirib, ichidan miltiq topib chiqdi-da, tavakkalda paq etib otibdi-yu, ertalab ko'ramiz nima bo'lsa bo'ldi deb kirib uxlabdi. Ertalab chiqsa xotini buni yaxtagini yuvib yo'yib qo'ygan ekan. Yaxtay turgan ekan. Yaxtaga qarab, Xudoga shukr, ichida o'zim yo'q ekanman deymish. Yozdi saratonida, issiqda apandi darada ketmon chopib yotib, bir yoqdan issiq o'tgan, bir yoqdan qorni och qolib, o'lim vasvasasi tushib qopti kallasiga apandini. Men o'layapman shekilli deb cho'zilib yotib olibdi-da. Peshin bo'pti ham birov o'tmas emish, asr bo'pti ham birov o'tmas emish, shom bo'pti ham birov. Men o'ligim qolib ketadi shu bugun shekilli sherga debdi. O'zim bor aytib kelay debdi. Uyga kelsa xotini hamsiyaniki qo'shiniga chiqqan ekan, qorni och, darrov kirib bir narsalar yeb turib chiqib ketgan, xotini chiqib qolibdi. Ha, keldingiz desa, "Yo'q, men kelganim yo'q hali" debdi. Ammo dalada o'lib yotib, "Olib kela meni borib" debdi, ketibdi. Xotini hamsiyaniki qo'shiniga yig'lab kirib borib, "Arislonimdan ayrildim. Ha, tinchlikmi? Nima gap desa, apandim o'lib qolibdi." "Yo'q, kim aytdi" desa,
kimi bor u bechorani o'zi kelib aytib ketdi deymish. Kecha internetda o'qidim. Qaranglar, apandi bu faqatgina kulgu emas, apandi bu tarbiya bu. Bu falsafa bu apandi. Apandi eshagiga teskari o'tirib ketayotgan ekan. Bittasi ko'rib, "Ha, apandim, eshakka teskari o'tiryapsizmi?" desa, "Ha" debdi. "Nimaga?" desa, "Orqadan kelayotgan xofni ko'rish uchun" debdi. Ha, oldindan kelayotgan xofchi desa, "Ha, uni eshak ham ko'radi" debdi. Qarang qanchalik falsafa bor. O'zim ham umuman mana shunaqangi falsafiy narsalarni yaxshi ko'raman. Men ko'p rivoyatlar aytib beraman. Hali odam ato haqida bir rivoyat aytib berdim. Bu yerda o'tirganlar eshitganlar bordir. Yaqinda shuni yangisini eshitdim. Bir ulamo inson aytib berdi. Odam yaratilgandan keyin hali jon kiritilmay turib, shayton o'tib qopti-da, "Shumi odam" debdi. "Ha" desa, "Tu" debdi-da. Ketibdi. Yugurib borib, shayton tupurdi desa, "Tez borib og'lar, u tupuga aralashib ketmasin, u boshqa narsa, og'lar aralashib bir qilib qolmasin." Jabroil alayhisalom kelar ekanda, qarasa, mana shu yerda turgan ekan, shayton tupugi. Shunday qolar ekan, shu kindikli teshigi bor mana. Shu olinganda teshik bo'lib qolgan, mana shuni qarang. Hech narsa bekardan bekar emas-da. Keyin olar ekanda, tashlab yuboray desa, endi shunday bir "Aka" debdi, shundan bir narsa yesaylik deb et yasalgan ekan o'shanda. Shuning uchun qarang, et odamdan ketmaydi. Et vafo degan gaplarimiz bor. Ko'ryapsizmi? Hamma narsaning o'zining falsafasi bor-da. Men shu rivoyatlarni odamni tarbiyalaydi rivoyatlar. Mana qarang. Bittasi doim duo qilar ekan. "Ey Xudo, men ham boy bo'lay. Ey Xudo, men ham boy bo'lay" deganiga farishtalar o'rtaga tushibdi, "Shu boy bo'lsin" desa, yaratgan aytdi, "Niyatini to'g'ri qilsin" debdi. Niyatini to'g'ri qilsin debdi. Boy bo'pti. Boy bo'lgandan keyin o'zbek shunaqa boy bo'lgan, bosar tusar bilmay qoladi-ku. Shu daryo'ni ko'pay Xudo debdi. Mana shuncha qiynaldim debdi. Bor ekan mana shunaqa kunlar meni peshonamda. Endi men ham bir mazza qilib yashay debdi. Yosh xotin bo'lsin menga debdi, birinchi niyat debdi-da. Xo'p deb yosh xotin paydo bo'lgan. Aka xursand bo'lib yosh xotinni ergashtirib ketayotgan ekan, orqadan o'zini xotini ko'rib, "Iflos" debdi. "Shuncha azoblarga birda yoningga yurdim, chidadim. Qara, shunday paytda meni tashlab ketdi. Iloyim cho'chqa bo'lib qol" debdi. Xo'p deb cho'chqaga aylanib qolibdi haliga. O'g'li qarab turgan ekan, "Ey Xudo, hammasi avvalgidek bo'lsin" deb yana asliga qaytgan ekan, yana kambag'al bo'lib. Shuning uchun niyat to'g'ri bo'lsa, hamma narsa o'rniga tushar ekan. O'zi umuman kulgi, hamma narsada kulgi chiqarish mumkin. Eng qizig'i bilasizlar nima? Hayotiy hangomalar qiziq chiqadi. Endi hammani boshda o'tgan voqealar bor. Lekin e'tibor berasizlarmi? Kulgili voqea bo'ladi-da, boshqa joyga kelib aytib berasiz shuni. Eshitganda kulmaydi. Bilasizlar nima uchun? U voqea o'sha holatda kulgili bo'lgan. Bizni farqimiz, biz o'sha holatda olib kirib aytishga harakat qilamiz-da, shu uchun kuldirish imkoniyatimiz bor. Ko'pchilik kuldirilmaydi. Bizda endi ko'pchilik sherik bilan bo'ladi haligi kulgili voqealar. Men qaysi televizorda ham tasini aytib berdim, sizlar eshitdingmi yo'qmi? Xorazmga to'yga borishimiz kerak. Endi 10 yil oldingi gap. O'sha payt eslasalaringiz, samolyotlar portlaverib, haligi bo'laverib, hamma samolyotlardan qo'rqib qoldi bir-bir eslaysizlarmi? Shu paytga to'g'ri kelyapti. Men samolyotda boray desam, sherik aytadi, "Yo'q" deydi. "Mashinada boramiz" deydi-da. Men aytdim, Alisher Fayzning qo'shig'ini eshitganing yo'qmi? Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr pachag'i chiqib ketadi dedim. Desam, yaxshida pachag'i chiqsa, osmonda mayda-mayda bo'lib ketgandan ko'ra deydi. Qarang. To'ylarga boramiz. Raqqosa qizlar, bala qo'shiqchi qizlar bo'lsa, men gaplashib kirishib ketaman-da. U sherik burchakda olib, ovqat yeb, xo'mrayib, tomosha o'tiradi-da. Keyin bilsam, uni alam qilar ekan. Bir kun yorilib qoldi. Endi meni uydan mindirdim mashinasiga-yu, Jizzaxga qarab ketishimiz kerak to'yga. Nima dedi? "Sen nuqul gaplashaverasan qizlar bilan" dedi. "Men erkak emasmanmi" dedi. "Hozirda Chilonzor metroda raqqosa qiz turibdi" dedi. "Men gaplashaman" dedi. "Ha, gaplash" dedim. Endi umrda bu ishni qilmagan-ku aka. Chilonzor metroga yaqinlashgan sari yigitni vahima bosaverdi. Shu Hamza metroga borganda o'zi nima deyish kerak dedi menga. Shunday paytda jo'ramga yordam bermasam, qachon yordam beraman, to'g'rimi? Men aytdim, "Yo'l olsam" dedim. Raqqosani mindirib bir 5 kilometr yurgandan keyin dedim, "Xotin ketib qolib, yolg'izlikdan juda qiynalayapman deysan" dedim. "Buyoqni menga qo'yib bergin, buyoqni olib ketaman" dedim.
Bordik, Chilonzor metroda. Hali raqqosa qiz turgan ekan. Valuyev degan bokschini ko'rgansizlar-a? U shundan ham xunukda boyaga raqqosa. Shu o'tiruvdi, mashinada bir tarafi shunday o'tirdi-da. Zokirning настроенияsi ham o'tirdi-da. 5 kilometr yuramiz ham indamaydi. 10 kilometr yuramiz ham indamaydi. Meni shulligim tutdi-da. Zokirjon dedim, kelin ketib qoldi dedim. Yolg'izlikdan qiynalib qoldingiz desam, "Yo, kelgan uyda" deydi. Endi bilasizlar, biz ikkalamiz ham urgutlimiz. Yaqinda bir davrada shunaqa gap bo'lib qoldi. "Ya" dedi, "Urgutdan ham qiziq chiqdi-ya, voy" deydi bittasi. Endi bu gapning sababi Urgut qadimdan savdo bilan nom chiqargan. Bizning buvalarimiz savdo bilan Urgutning nomini tuyog'i yetgan joygacha olib borgan. Hali bir latifa bor, amerikaliklar oyga qo'natdi, yerga signal qiladi. Yer, biz oyga qo'ndik. Bayroqni qadadik, bayramni boshlayapmiz. Desa ish taqillab qopti. Ish taqilyapti. Bu yerda bir mahalliy aholisi borga o'xshaydi. Sekin bor ochqanadi. Sekin bor eshit ochsa, ikkitasi turganimiz qolpoqni peshinaga qo'yib olib, "Assalomu alaykum aka. Mayiz bor, kerak yo'qmi? Yong'oq bor." Qaydansizlar biz Urgutdan biz ham. Beri qarab keldilaring desa, "Kamazda keldik" deymish. Endi mana shunaqangi latifa bo'lgan haqiqatan bezish nima emas, shuning uchun bizda xalqimizda mana shunaqangi. Lekin haqiqatan ham Urgutning xalqi savdo bilan katta olimlar chiqqan bizdan ham, Borot Boyqobilov, Absaid Ko'chimov, va hokazo Mahmatqul aka hazrat bo'lib, katta yozuvchilar chiqqan. Hammasi chiqqan, ko'proq savdogar chiqqanda, shuning uchun deyshadi. Keyin mana bizga kelib, nima uchun qiziq chiqdi bilasizlarmi? Bizda xalqimizning o'ziga xos kulgusi bor. Har bir qishloqda, mana shu 1-2 yil qurilish qildim-da aka qishloqda. Qishloqda 1-2 yil yashadim. Shu to'ylarga boramiz. G'os degan qishlog'imiz bor. Juda aholi zin joylashgan joy. O'zi umuman respublikada eng aholi zin joylashgan rayon bu Urgut. 500 mingdan ziyod aholisi bor. G'os degan qishloq shu o'rtalikqa tushib qolgan, xalqi boy. Lekin uy qilaman desa joy yo'qda, bitta uyda 5 ta 6 tagacha kelin yashaydi-da. Chiqishni bitta yo'li bor, qishloqdan chiqib ketsa iloji bor. Qishloqda o'sha joy yo'q. Shunaqa tiqilib joy she'da bittasini o'zi gapirib beryapti. Xotini telefon qilib qopti-da. Dadasi o'ling debdi, yana bo'yimda bo'lib qopti debdi-da. Bo'yimda bo'lib qopti desa, erim Rossiyada ekan, o'shadan telefonda xotin qiz tuqsang er yo'q. O'g'il tuqsang yer yo'q. Tuxum xotin pishirib yeymiz deymişda. Qarang. To'rtko'l degan qishlog'imiz bor. Urgut tepa qismi, o'sha G'oz Spanzadan teparoq joyda To'rtko'l degan qishloq bor. O'sha yerda bo'lgan voqea, men domla aytib berdi. Xuddi yigit xotinni uribdi-da. Xotini arazlab ketgan ekan, qaynotasi tarafga chiqib ketdi. "Nima qizim urasan?" "Nima dedi?" Bu yigit ham nervini olgan, yugurib kirib uydan miltiqni olib chiqib, qaynotaga miltiqni o'nglabdi-da. Qaynotasi ham bu yoqqa qarabda, qarasa tog'ora turgan ekan. Tog'orani olib o'zini to'sibdi-da. Bu yigit kulib yoribdi. "Tog'a" debdi, bizda qaynotani tog'a deydi. "Tog'a? O'q tog'orani teshmaydimi?" desa, "Teshadi, lekin miltig'ida o'q yo'q deydi-ku" deymish. Har bir qishloqda o'ziga xos kulgusi bor. Bizning qishlog'imiz qing'ir deydi bizning qishlog'imizda. Endi tog' ustida joylashgan, menimcha keyin qir bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin qisqarib qing'ir bo'lib ketib qolganda, lekin ko'chalarimiz ham shunaqa bir, to'g'ri yo'l yo'q, 10 metrlar mashaqa yurasiz. O'ziga xos kulgusi bor bizning qishlog'imizda ham. Bir Esonboy degani bor, rahmatli bo'lib ketdi. Endi to'ylar qisqarib, har bir avloddan bitta odam to'yga aytish boshlandi. Esonboy endi 80larga kiradi. O'g'illari bor 4-5 ta, katta o'g'li 60larga kiradi. Hali otani to'yga aytaveradi, bular to'yga hech kim aytmaydi-da. Baribir to'yda oshini odam sog'inadi, akalar. Katta o'g'lining oti Ergashda, u ham rahmatli bo'ldi. Ergashaga shu oshingiz kelib yurib bir kuni yana otasini aytib, to'yga aytib ketgandan keyin uni xotiniga qarab, "Xotin, qachon endi otam o'ladi, men oshiyman" deymish-da. Qarang, tayyor anekdot. Qurilish qilamiz o'sha yerda. Bir do'stimiz bor, bir 5-6 yil yo'q bo'lib ketdi Rossiyaga borib. Qaytib kelib, qaynona olamdan o'tib qoldi shu yil yaqinda. O'sha tursam, o'zicha menga kelib, hali ta'ziya izhor qilyapti. "Og'ayni, xotining o'tib qolibdi" deydi. Men aytdim, "Yo'q, xotin emas, qaynona" desam,
ну, тоже неплохо deydi. Endi ikkita gapirsa, bitta o'zbekcha, bitta o'rischa. Uchta bo'lsa, ikkitasi o'rischa. Men aytdim, endi qishloqchilik, odamlar kuladi. O'zbekcha gapir desam, понимаю deydi. Говорить не могу deydi. Hali aytdim-ku, bizda xalqimiz juda topag'on xalq deb. Onaxon o'tib oling. O'ting, ana shu o'tirib oling. Yashang, rahmat kelganingiz uchun o'tirib oling. Rahmat. Keyin понимаю, говорить не могу deydi-da. Yonimda bir bola turuvdi, aytdi, bizni kuchugimizga o'xshaykansan-da dedi. Topgan gapini qarang, kuchugimiz nimaga bu deyapsan desam, bizni kuchug ham deydi, tushunadi, lekin gapira olmaydi deydi. Aytaqangi bir qarang, xalq ijodida bu hammasi. Buni o'zimni bizlar 8 ta o'g'ilmiz. Ota-onadan 8 o'g'il, 3 ta qiz. O'zimdan katta akamga qishda telefon qildim. Bizni qishloqlarga endi tepalik hali gazlar borgan yo'q. Bizda asosan pechka yoqiladi, sandal deymiz, ko'p joyda tancha deydi. Telefon qilsam akam ko'tarib qoldim, aytdim, "Ha, nima qilyapsiz? Yotibmanmi uyda?" dedi. Men sovuq desam, "Ha, sovuq." Qancha desam, "Bir 20 gradus bor" dedi. Bir qiziqchilik qilaymi aytdim, "Televizordan 40 deyapti-ku" desam, "Ha, tashqarilar 40 deydi." Qarang, tayyor anekdotda. Otamni ko'p hazillarni aytib yuraman. Otamiz ham o'zi cho'pon bo'lganlar, dehqon bo'lganlar, lekin ikkita gapida bittasi kulgili. Qassobni oldiga borib dedi, ikkila go'shtdan yaxshi joydan nima qilib xo'jayin aytdi. Xo'jayin degandan keyin любойni oyog'i qaltiraydi-ku. Qassob ham shu zo'r joylardan kesib, o'rab, mana deb. So'raganda men xo'jayin dedingiz. Kim xo'jayin desa, xotinda, boshqa bizda xo'jayin yo'q. deb ketganimizda. Pensiyani oshirgani raysadizga boribdilar. Otam. Pensiya oladiganlar biladi. Pensiyaga spravka olib keling debdi, mahalladan debdi. U mahallani spravkasida hamma farzandlarning oti bo'lish kerak ekan. Biz hali aytdimiz, 8 o'g'il, 3 ta qiz. Otam aytaveribdi, mahallani kotibi yozaveribdi. Qarichilik kenja qizni ismingizga kelmabdi-da. Mana uyingiz bir qadam so'rab keling desa, otam uyga kelib, enamga qarab, "Kampir, kichkina qizimiz Malohatda oti nima deymish?" Ashaqa qiziq tabiat. Onamiz olamdan o'tib qoldilar. O'g'illar yig'ilishib otani uylantiradigan bo'ldik. Qizlar qarshilik qilar ekan. "Yo, onamni joyini bor uyingga ket" dedim. Boshim ortib bor uyingga ket dedim. Otani o'rtaga oldik, "Ortiq" dedi, "Sen gapchi rosing gapir" dedi. Men boshladim, aytdim, "Ota" dedim. Endi birinchi uylanayotganingizda yo'q edik, so'ralmaganmiz. Mana qanaqa bo'lsin kampir? Kampir qanaqa bo'lsin desam, endi ortiq va iloji bo'lsa bir kasalmanrog'ini topinglar deydi. Nimaga desam, enangdan ancha dori qolgan shu ichatda qolsa uvol bo'ladi. Shuning uchun otalarimizni yoshiga yetish nasib qilsin.